O'sha sizlar kutgan raspakovka. O'tgan videoyimda yaxshi ko'rgan parfyum brendim yangi filial ochgani uchun borganimni aytdim va bugun nimalar olganimni birga ko'ramiz. Xo'p, birinchi bo'lib mana bunaqa juda ham mилый, hidli nima? Освежитель воздуха desa ham bo'ladi. Просто millatligini maslahat hozir ko'rsataman. Tadan! Buni shirinligini qaranglar. Hidi просто nechta agar xonangizga qo'yib qo'ysanglar, u точно butun xonani o'zini hidi bilan qamrab oladi. Buni hidi men olgan parfyumni hidi emas, bu Late Bloom parfyumini lineykasidan. Mana bunaqa shirin. Nima deydi kartinacha. Keyin esa mamani shirinligini qaranglar. Korobkasini o'zi произведение искусства. Mana bunaqa body lotion bilan hand wash seti. Bu brendning bestseller hidi, o'zi mana shu Late Bloom hidi bo'ladi. Но посмотрите на эту красоту. Rostdan chiroyliligini просто qaranglar. Va bu videoni главный герои. Men sevib qolgan yangi hidni birga unboxing qilamiz. Tadan! Nomu chiroyli. Oh my god. Juda ham chiroyli. Bu brendning 4 ta yangi hidi chiqdi. Men bu hidni просто sevib qoldim. Be My Muse degan, hozir Late Bloomdan keyin mana shuni esa ikkinchi bo'lib eng populyarniy bo'lib turgani. Hidi просто нереальный. Gulni, vanilani va qanaqadir shirin hidni birga aralashtirgan qanaqadir hid menga просто juda ham yoqdi. Shu bilan raspakovka videoyim tamom. Ko'rganingiz uchun rahmat. Bye.